Assalomu alaykum YouTube do'stlar. Bugun shu yangi navlarga qiziqishimizga sababchi bo'lgan odamni bog'iga qaytib keldik. G'ayrat o'g'im mening ustozim bo'ladi. Hozirda mana bog'da eng shirin O'zbekistonda birinchi pishadigan shoptollarning sarasiga kiradigan Lissi anjir shoptoli Platrina 1 sortini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Buni mahalliy nomini nima deb ham qo'yishib olgan. Tugmacha ham deyishyapti, lekin bu qarovga bog'liq. Mana hosildorlik. Shoptol to'g'risida mana ko'chatlarni ham yetishtirib qo'ygan. Bemalol G'ayrat aka o'zingiz bir ikki og'iz shoptol to'g'risida gapirib o'tgansiz. Endi bu shoptoliga birinchi o'chirda tan bermay iloji yo'q. Juda ham mazali. Mazasiga hech qaysi shoptoli yetolmaydi bu. Men shunisini aytishim mumkin xolos. Maza tomonlama ham, rangini ham qaranglar, buni o'rtoqlar, rangini. Hani ser hosilligi mana daraxtni ko'rib turibsiz, ser hosil. Juda ser hosil. Ko'chatlardan nechta ulatgansiz? Bundan juda ko'p ulatmadi. Bir yilga bir 20 mingtalar bor. 20 mingta bor. Hozirdan o'zingiz zakazlarni qabul qilayotgan bo'lsangiz kerak. O'rtoqlar, ko'chatlari zaril bo'lsa, hozirdan zakaz berib ulgurib qo'yinglar. Sababi bunga talab kuchayib ketyapti kundan kunga, chunki bozorda buni narxi baland sotilyapti. 50 minggadir, 60 minggadir sotishyapti bozorda mevasini 1 kilosini, ko'rib turibsizlar. Juda shirin. Keyin buni ichki ko'rinishi mana oq tusda bo'ladi, oqni mazasi shirin bo'ladi. Shuni ham e'tibordan chiqarmanglar. Buni ham endi yorilib ketishadigan deyishyapti, mana ko'rib turibsizlar, bu yorilmagan, unaqa qarovga bog'liq. Ko'chatini sotib olsalaring, retseptini ham beraman deyapti, yorilmaslikka qarshi dorilarni ham tushuntirar ekan. Sog' bo'linglar, videoga like bosishni unutmanglar.